Hayırlı gün, hürmetli rayındaşlar. Biz bugün bizning redaksiyaga qonaqlarni jiydik. Kimler deyseniz, hatırlasanız köpten tugul Qozaqlar avulunda жылы bizning g'ayla uşağı degan bik motor shara o'tgan edi. Onda bizning Kileshi gazetasına yazılışlar arasında bo'laklar o'rnatildi. Ham endi tüp bo'lagimiz biluvimizcha bizning buzov. Buzovning shusha bo'lakining yig'anashisi Eskijeri avulunda o'z ishlarini olib borishi Galimbekovlar g'aylasi. Tabriz bizning orada bugün. Hayırlı gün. Biz Kileshi gazetini bik ko'pdan olduramiz. Oila bilan ana bik yaratib o'qiymiz. Shunga ko'ra bu yozuv kompaniyasida o'zimizdan qatnashib, o'zimizdan ulush kirittirgan bo'ldik. Kileshi gazetasini yozuvchilar orasida loteriyaga tüp prizni bilan yetirgan bo'ldik. Tüp prizni Ulu Tileji avulundan Safinlar g'aylasi o'tdi. Onlar da bugün bizning bilan navolar kelgan, siyinishib. Bizu rahmet. Aytasınız ki redaksiyamızın yetakçisi Nariyusu Pişkaşılar, uyuşturucularımızga, kolektifine bizu rahmet aytasınız ki. Indi sponsorumuz bizning Tabrizga bizu rahmet. Bu işin hatta bizim için kökten düşken baxt bo'ldi. Bizu rahmet. Kileshi gazetasına har vaqt yozilib kelamiz. Ondagi yangiliklarni har doim o'qib boramiz. Bir qiziqli. Endi Kileshi gazetasi uzun umrli bo'lsin deb aytasi kelaydi. Boshqa rayonlarga qaraganda endi bizning Kileshida o'tnaga 2 topqir chiqadi Kileshi gazetasi. Endi biz o'zimizda yangiliklarni har vaqt qo'yib boramiz. Qatnashaydik bizdan shulay kvitansiyalar bilan bo'laklar o'rnatildi. Qatnashaydik. Otqonimiz bor edi. Otqonimiz yo'q edi. Shunga ko'ra endi bizga bu ko'kdan tushgan baxt shekilli bo'ldi deb aytaylik endi. Bek suyundik, bek shodlandik. Olg'a tabada boshqa yozuvchilarga tag'in umidlarini yo'qotmaycha har vaqt yozilib, shart kvitansiyalarni berilgan. Hamida albatta Tabriz kibir bizning yig'ilishlarimiz ko'proq bo'lsin edi. Bizu rahmat. Buzovni inson savishtirgan. Rahmat bizu. Bir de İktaş'ın sözlerine koşulam. Galimbekov Tabrizga bizu rahmat. Shunday zo'r bo'lak bergani uchun ham Kileshi rayon gazetasına. Bizu rahmat aytasim keladi. Men o'zimizning rayon gazetasini oldiruvchilarga, ani taratuvchi pochtalyon apalarimizga, bilarimizga, ularga zo'r rahmat. Ham shulay endi bizning doimiy yig'inishlarımizga da zo'r rahmatimizni yetkazim keladi. Chunki ularning yordami, ularning tilakdoshligi bilan biz bu choralarni o'zdirib kelamiz. Mening zo'r rahmatimni aytasim keladi bizning rayon Kileshi munisipal rayon sovetına, boshqarma komitetına, o'zimizning rayon boshlig'imiz Hazipov Najib Nakipovichga, ham shulay endi Tatmedia aksionerlik jamiyati, aning general direktori Sadiqov Shamil Muhammedovichga, endi bizning Tabrizga, Hamida Tabrizning KFH Galimbekov, Jiri avulunda o'qishligini ishlab keluvchi Galimbekovlarning oila firmasi, Kristian firmasi bizga shunday zo'r yordam etganligi uchun zo'r rahmat aytasiz keladi Tabriz. Sizga, Hamida sizning oilangizga niqli salomatlik, olg'a tabada ishingizda o'ngishlar tilaysa keladi. Mana bizga, Hamida bizning Safinlar oilasina bo'lak etgan buzov sizga endi o'zingizga bir ko'p ko'lamlar bilan kelaylanib qaytsin, mo'l bo'lsin, turmushlaringiz boy bo'lsin, mo'l bo'lsin. Shunday izgi tilaklar qolamiz. Ham endi shusha zo'r yordam ko'rsatganingiz uchun Tatmedia aksionerlik jamiyati aning general direktori Sadiqov Shamil Muhammedovichdan shunday rahmat xati bor.